Pepsi Mania aksiyasida qatnash. Pepsi sotib ol. Qopqoq ichidagi kodni Pepsi Summerbotga kirit. 50 million so'm yoki Turkiyaga sayohat va boshqa sovrinlar uchun kurash. Do'stlar, hammaga salom. Va nihoyat sizlar uzoq kutgan, sizlar so'ragan, sizlar xohlagan rubrika, ya'ni bu qancha turadi? Xo'p, bolalar, qaranglar. Bugun eng arzon butsidan eng qimmatigacha boramiz. Ya'ni ko'ramizki, qaysi lokatsiyada eng arzon butsi, qaysi lokatsiyada eng qimmat butsi, xullas eng arzondan eng qimmatigacha boramiz, ko'ramiz. Qanchalik farq bo'ladi umuman original butsi topa olamizmi bugungi videoda, shuni ham kommentariyada yozib ketinglar. Umuman shaharda, ya'ni Toshkent shahrida original butsi sotadigan magazin bormi ekan, buni ham bilib olamiz. Undoq bo'lsa, videoni boshladik. Xo'p do'stlar, Abu Sahidagi mana birinchi magazindamiz. Ko'ryapsizlar, assortiment ko'p. Mametlarda ham bor, Sarakanushka, lekin Sarakanushka haqida emas, bugun faqat butchilar haqida gapiramiz. Xo'p, do'stlar, Adidasdan boshlaymiz. Adidasda eng arzoni bu yoqda 200 mingdan boshlanar ekan mana. Mana bunaqa Eiffelilar, mana bunaqa Predatorlar 200 ming so'mdan boshlanar ekan. Ikkitadi 200 mingdan boshlanib, mana 300, 250, 300, 350, mana bunaqalar 350. Mana Messi'ning adashmasam предпоследний modeli bor ekan, bu 450 ming so'm ekan. Mana bunaqalar, mana bunaqa Eiffelilar, ata qolganlari ketgan. Mana bunaqa Cross ham bor ekan, bu adashmasam 300 ming so'm bo'lishi kerak. Xo'p, Pumaga keladigan bo'lsak, Puma ham 200 mingdan boshlanib, hozir 200 mingga Puma bor edi, 200 mingdan boshlanib 400 minggacha ekan mana bunaqa. Oxirgi model Future, mana bu Ultra, mana bu Future. Nike ga ham xuddi shunaqa. Mana bundaqalar 200 mingdan boshlanar ekan, mana bunaqa Nike'lar. 320, 350, 400. Mana bular esa 450 ming so'm ekan. Mana bunaqa butsilar. Bu magazindagi eng qimmat butsilar ekan, poka shtoga. Bu yomon emas, 200 ming so'mdan boshlanib 400-450 gacha modeliga qarab o'zgaradi. Mana bunaqa Predator ham bor ekan. Bu narxi 380 ming so'm ekan. Agar shunaqa 400 minglik yoki 300 minglik byudjetinglar bo'lsa, yo mana shu butsini tavsiya qilgan bo'larim, chunki yengil, yumshoq. Yoki bo'lmasam 300 ming so'mga mana Cross, prям imbat, dahshatli butsi, realni puliga arziydi. Xo'p, yaxshi, uje birinchi magazindayoq 200 ming so'mdan boshlanib 450 minggacha bo'ldi. Endi ikkinchi magazinlarga ham o'tib ko'ramiz, u yoqda narx-navo qancha bo'ladi. Xo'p, do'stlar, biz uje ikkinchi magazinga keldik. Mana bu yoqda ham assortiment takoy bor. Xo'p, bu yoqda ham o'sha boyagi tema, boyagi istoriya 200 mingdan 400 minggacha ekan, eng qimmat butsillar. Tepadagi mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu rozvoy sariq Nike'lar, Mercury'lar 200 ming ekan. Mana bular 300, mana bu Mercury'lar ham 300, mana bu Predator'lar ham 300 ming ekan, mana bu qora, qizil, tam pushti, oranjoviy. Mametdagi Predator, mana bu adashmasam Bellinghamga maxsus chiqarilgan, iminoy qilib, bu 400 ming so'm ekan. Mana bu, keyin mana bu qora. Xo'p, bu yoqdagi sredniy narxlar 200 mingdan boshlanib 400 minggacha, 400-450 gacha bo'lar ekan. Xo'p, endi biz ikkinchi lokatsiyaga boramiz. Do'stlar, mana biz ikkinchi lokatsiyaga yetib keldik. Bizda ikkinchi lokatsiya esa bu Shuhrat, ya'ni Mametda shuncha ko'p, qatorma-qator bir 10 taga yaqin magazin bor. Ikkitasiga kirib narx-navoni ko'ramiz. Qani ketdi u. Ikkinchi lokatsiyadagi bu birinchi magazin. Xo'p, mana Mametda assortimentlar ko'ryapsizlar. Takoy jam unaqa ko'p emas, lekin kerakli butchilarni topasizlar. Xo'p, cho'zib o'tirmayman, srazu narxiga. Mana bular eng arzoni 250 mingdan boshlanar ekan. Mana bunaqa Eiffelilar 250 ming, 280, 320 shunaqa bo'lib ketgan. Mana bu adashmasam 400 ming mana Predator. Bu yoqdagi eng qimmat butsi 650 ming so'm ekan. Bu mana ikkita gold. Messi 2022 Qatarda mana shu butsida chempion bo'ldi. Mana shu 650 ming ekan. Keyin mana Ronaldo 650 ming ekan. Lekin bilmadim. Kommentariyada yozib ketinglar, 650 mingga arziydimi? 650 mingga shu butsini olgan bo'larmi deylar. Menimcha yo'q. Pumalar bor 400 mingga, imamdagi Shipovka butsi ham bor ekan. Buning narxi 550 ming so'm ekan.
Ya'ni живой tabiiy po'laga kiysanglar, mo'shni bo'ladi. Уже ko'ryapsizlar, ikkinchi lokatsiyada narx ozgina emas, sezilarli darajada oshdi. Ya'ni 450 mingdan 650 mingga ko'tarildik. Eng pasti ham 50 ming so'm raznica qilyapti. Yaxshi. Paka eng qimmat butsi hozircha 650 mingni tashkil etmoqda. Mana ko'ryapsizlar, assortiment juda ko'p. Ayniqsa mana bunaqa retro butsilar kimni esida azar yondirgan paytida 2015-2016 mana shunaqa. Keyin mana bunaqa yangi model ham bor ekan. Hozir Five Life oxirgi o'yinda shunda o'ynadi. Buningga suv quysanglar rangi o'zgaradi. Ya'ni xameleonli butsi bu. Mana bunlarda adashmasam qizilsa rangi o'zgaradi. Yana bitta yangi model ko'rdim. Mana bu ham yangi model, eng oxirgi model. Martinislar mana shunaqa kiyapti, Lautarolar. Xo'p, endi narxi. Mana bu ham Neymar PSJga o'tgan payti edi. Kimda eslab bo'lsa 2017. Mana bu Mbappe gullagan payti, Neymar mana PSJga o'tgan payti, mana bu Vinicius yondirgan payti edi. Xullas, retro butslar ham bor ekan. Xo'p, endi narxiga kelsak. Hop, Nike eng arzoni bu yoqda 450 ming so'mdan boshlanar ekan. Mana bu qatordagilar, mana bu. Chiqqaniga bir 2 oymi 3 oy bo'ldi bu ham. Jahon chempionatida o'ynaluvdi. Mana bular. Eng qimmati esa mana bu retrolar ekan. Mana shu. Mana shu retrolar, mana bu retrolar. Keyin mana bu Hyper ham 650 ming so'm ekan. Yangi model. Bu faqat tagi boshqacha. Tek usti o'sha eski Neymar mana shu butsida Barsa bilan chempion bo'ldi. Bular 650 ming so'm ekan. Даже mana bu ham 650 ming so'm ekan. Lekin mana bu yaxshi ekan bor, kachestvasi. Prям lyuks kopiyaga tortyapti, yumshoqligi bor. Xo'p, hozirgi dastga keladigan bo'lsak, 400 mingdan 450 minggacha ekan. Ya'ni mana bu Predatorlar 400 ming, mana bu F50lar, mana bu Yamallar 450 ming so'm ekan. Pumaga keladigan bo'lsak, hammasi bir xil ekan. Mana bu Ultralar ham, mana bu Future, Ultra, mana bunaqa искусственныйga ham, agar mana shuni tavsiya bergan bo'lardim, искусственныйga o'zi mana shunaqa butsillar kiyiladi. Ya'ni tishi kalta, lekin ko'p. Shu yaxshi, eng zo'r, eng xavfsiz butsi искусственныйda. Ya'ni travma qilish ehtimoli juda kam. Bularning hammasi narxi 400 ming so'm ekan. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, mana yaqinroq olib kelsam bo'ladi. Xili bor. Mizunani, bu ham zo'r butsi. Mizuna bu 350 dan 450 ming so'mgacha ekan. Keyin mana bu yerda ikkita Crossga o'xshagan butsi bor. 11 Pro, mana bu Cross. Mana bu yangisi 11 Pro ni. Buni narxi 450 ming so'm ekan. Lekin mashina imенно mana shu menga juda yoqdi. Chunki kojasi ham yumshoq, mana ko'rsanglar bo'ladi. Agar Adidasdan butsi olmoqchi bo'lsanglar, mana shuni maslahat bergan bo'lardim 450 ming so'mga. Bu yoqdagi original butsi yo'q. Даже lyuks kopiyaga yaqin ham butsi menimcha yo'q. Bu где-то любительский уровень-da. Endi hozir sizlar bilan realniy qatta original butsisi bor joy, ya'ni qatta original butsi topsa bo'ladigan lokatsiyaga hozir boramiz. Va bu lokatsiya Tashkent City Mall. Ha, aynan mana shu yerda biz original butsi topish ehtimolimiz juda ham katta. Faqat bitta narsa meni qiziqtiryapti, narxi qancha? Ya'ni qanchagacha bo'ladi? Hozirgacha biz 650 minggacha eng qimmat butsi paka. 650 mingdan necha barobar qimmat bo'ladi, buni hozir ko'ramiz. Bu yoqda original butsilar vыборы qanchalik ko'p bo'ladi? O'shani ham kommentariyada yozib ketinglar. Xo'p do'stlar, mana butsiga keldik. Последний model butsilar bor ekan. Mana bu Predator bo'ladi, последний model va buni narxi ko'ryapsizlar, salkam 2 million so'm. Hozircha bu eng qimmat butsi bo'lib turibdi, lekin buni bitta no tomoni, ha bu original, lekin любительский original. Ya'ni professional futbolchilar bunaqa butsi kiymaydi, ularniki sal boshqacha bo'ladi. Bu demoqchimanki 100% professional butsi emas. Ya'ni original butsi, lekin любительlar uchun. Keyingi model bizda Copa bo'ladi. Copa ham 1 million 711 ming so'm ekan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham yaxshi butsi, lekin bu ham o'sha tema. Ya'ni 100% professionallar kiyadigan butsi emas. Keyingi model esa legendarniy F50.
Bu ham 1 million 700 ming ekan. Bu ham xuddi boyagilarga o'xshab professionallar kiymaydigan butsi. Ya'ni bu lyubitellar uchun original. Yaxshi kачество. Demoqchimanki, boya bozorlarda, boshqa joyda ko'rgan butsilarimizdan buni materiali, kачествоsidagi katta farq bor. Lekin men 2 millionga bularni olmagan bo'lardim. Chunki 2 millionga yaxshilab qidirsa 100% professionallar kiyadigan original butsi topsa bo'ladi. Pulda muammo bo'lmasa, kelinglar, mana shunaqa butsi olinglar, ofitsialniy Adidasdan maza qilib kiyinglar. Bu butsi bozordagi butsillarga nisbatan ko'proqga chiday beradi. Do'stlar, bu lokatsiyadagi birinchi tochkada 2 milliongacha biz bordik. Ya'ni 650 mingdan 2 millionga. Endi yana bir ikkita joyga kirib ko'ramiz. 2 milliondan oshira oladimi bu lokatsiyadagi summa yoki yo'q. Hozir buni bilib olamiz. Bolalar, biz ikkinchi magazinga keldik. Bu yoqda krossovkalar ko'rib olsa juda ko'p, lekin shu krossovkada ichidan bittagina mana shu butsini topdik. Buning narxi 1 million 842 ming ekan. Endi qaranglar, Mezuna kачествоsi yaxshi, bozordagidan ancha-muncha yaxshi. Просто bitta no tomoni meni samneniyam bor, что 100% prof original. Bilmadim-u, lekin kачествоsi yaxshi ekan. Lekin bitta joyi bor, boyagi Adidas butsilaridan bu kачественныйroq. Bolalar, biz endi magazinni tark etmoqchi edik. Mana bu yerga ko'zimiz tushib qoldi. Mana bu yerda 50% skidka ekan. Pastda butsilar bor ekan. Yana 3 xil butsi chiqib qoldi. Xo'p, men bu boyagi gap Nike bo'ladi. Bu lyubitelskiy original. Buning narxi mana 1 million salkam 200 ekan. Keyingisi, lekin mana shu butsi menimcha 100% originalga o'xshayapti, chunki prям materiali ham top, ko'rinishi ham realniy original. Buning narxi 2 million 700 dan 1 million 800, 1 million 900 ekan. Prям originalga o'xshayapti. Bunga samneniya ham yo'q. Legenda Mizuna Marella. Buni hamma bilsa kerak. Prям realniy mo'shni chira beradigan butsilardan biri. Buni yirtishda uncha-muncha narsaga ketmaydi. Bolalar bir 2-3 yil jelezna kiyasizlar. Imенно mana shu modelni olsanglar, buni narxi 4 million mana olibki. 4 million 144 ming bo'lgan, hozir 2 million 72 ming. Paka eng qimmat butsi mana shu bo'lib turibdi. 2 million 72 ming. Lekin bu butsi prям 2 millionga olsanglar arziydi. Ya'ni 2-3 yilga o'ynayotgan odamga bemalol yetib beradi, do'stlar. Prям top, sredi topov deydi-yu. Mana shu butsini 2 millionga lekin tavsiya bergan bo'lardim. Bolalar, biz mana Skechers ga keldik. Mana Harry Kane главный ambasadori, undan tashqari Zinchenko bu modelni kiyadi, yana bir ikkita topov futbolchilar kiyadi. Bu yerda mana butsilarni ko'p. Mana bu lyubitelskiy bor. Buning narxi 1 million 1,5 million ekan. Hozirchaga eng qimmat butsi bo'lib turibdi. Bu mana shu Skechers. Bu 100% original, 100% ya'ni professionallar kiyadigan original. Buni narxi olib yaqinroq 3 million 387 ming. Paka bu rekord. 3 million 387 ming. Skechers uchun bergan bo'larmidinglar yoki boshqa modelda olgan bo'larmidinglar? Ya'ni boshqa brendnikini olgan bo'larmidinglar? Harry Kane esa mana shu modeldan kiyadi. Bu ham 3 million 387 ming. Ya'ni Harry Kane mana shundan kiyadi. Buni keyin mana bunaqa ipligi ham bor ekan. Phantom mozigini eslatib yuboryapti. Venom bor, Venom Phantom. Ya'ni o'shandan ilhomlanib mana bu naskisini qilibdi. Buni ham narxi 3 million 387 ming. Lekin qaranglar, prям realniy butsi top. Mana shu modelni olgan bo'lardim. Prям chotki kiygan bo'lardim, lekin degan joyi bor. 3 million 380 mingga bilmadim. Endi 3 million 380 mingga boshqa brendlar ham bor bundan tashqari. Nima ham qilardik? Paka shu Rekordsmen 3 million 387 ming. Do'stlar, biz mana Toshkentda original butsi sotadigan magazinga keldik. Может быть, butun O'zbekistonda bunaqa magazin bittadir. Bu yoqda chunki hamma любой ko'rayotgan butsilar
100% professional kiyadigan original butsi bo'ladi. Xo'p, nima desam bo'ladi? Prям butsilarni olamiga tushib qoldik desam adashmayotgan bo'laman, chunki любой ko'rayotgan butsilar bu yoqda original, prям retrolargacha bor. Mana bu eski 2015-2016-yilga, mana bu 2017-yilga butsilar ham bemalol topsanglar bo'ladi bu yoqdan. Endi buni narxiga kelib o'tamiz. Eng arzon butsi bu yoqda dollarda ekan. Eng arzon butsi mana bunaqa tempolar boshlanar ekan. Uni narxi $220 ekan. Bundan sal arzonrog'i bor, uni faqat rasvetkasi boshqacha, u $215 ekan. Bizlar hattoki bu yoqda oxirgi последний model butsi ham bor. Mana bu Phantom, boya ham aytdim, bu $240. Lautaro Martineslar o'z mashinadan kiyapti. Mbappe, Arda Gülerlar kiyayotgan butsi, mana Mercurialda oxirgi modeli bu $235 ekan bu yoqda. Mana bunaqa butsilar ham o'sha narx 235, 240 shunaqa chiqadi. Mana bu yoqda o'sha retro butsilar ham bor. Mana bu adashmasam o'sha 10 yillik butsi, bu butsi chiqmayapti. Buni razmeri 38,5 ekan. Buni narxi $300 ekan. Уже rekord yangilandi desak bo'ladi. $300 salkam 3.900.000 so'm bo'lyapti. Undan keyin mana bu ham bir 8 yillik, mana bu paytlari Neymar hali Barsa deydi. Remontada bo'lgan o'yinda mana shu naqa butsi deydi Neymar. Buni narxi $320 ekan. Undan keyin mana bunaqa butsi chiqdi. O'sha pokoleniya bu ham просто bu naskiligi. Buni narxi esa $350. Paka rekord mutlaq yangilandi desak bo'ladi. Yana bitta narsasi bor. Mana bunaqa butsini razmeriga qarab narxi ham o'zgarar ekan, chunki bunaqa butsi boshqa yo'q, boshqa chiqmaydi. O'zimga ham Mercurialda ichida eng yoqqan butsi mana shu edi. Bu yoqda hozir u butsi yo'q, lekin zakazga $500 gacha ekan. $300 dan boshlanib $500 gacha borar ekan. Lekin u butsi bu yoqda yo'q. Hozir men sizlarga eng qimmat butsini bu yoqdagi ko'rsataman. Hozirchaga eng qimmat ko'rgan butsimiz mana bu edi. $350. Bu yoqdagi bu magazindagi eng qimmat, ya'ni bugungi videodagi eng qimmat butsi bu mana. Narxi esa $380. Do'stlar, bu rekord darajadagi summa. Buni chaqib olsanglar, где-то 4 milliondan oshib ketyapti, 4,5 million bo'lyapti. Xo'p, endi savol berishinglar mumkin-da, nimaga bu $380, amam bu mana bu $240 deyishinglar mumkin. Bu chunki limit edition. Dunyoda bilmayman bir butun dunyo bo'yicha bir 2000 tami, 3000 tami chiqqan ekan. Shunaqa deyishyapti. Do'stlar, mana ko'rdinglar, bugungi videoda 200.000 so'mdan boshlanib biz $380 gacha bordik. Ya'ni $380 bu пока что rekord. So'mda bu bilmadim, 4,5 milliondan menimcha oshib ketyapti. Vivod qiladigan payt yetib keldi. Agar siz professional futbol o'ynasangiz, где-то 1-liga, Pro liga, Vish ligada o'ynasangiz, mana shunaqa butsilar olishga arziydi. $380, tam $300-200. Agar siz lyubitel bo'lsangiz, tam haftada 1, haftada 2 marta havaskor liga yoki 2-ligada bo'lsangiz, men o'ylashim bo'yicha bunaqa qimmatga butsi не стоит, chunki lyubitelga bunaqa qimmat butsi kiyish shart emas. Agar, конечно, agar cho'ntagingiz ko'tarsa bemalol. Men где-то o'yladim, где-то bir $300 gacha boramiz deb, lekin $380 gacha ham butsilar bor ekan. Xo'p, do'stlar, agar shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, shu videoga like bosinglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar, keyingi safar nimani olaylik, o'zinglarning fikrlarni yozib aytib o'tib ketinglar. Может быть, perchatka, может быть, koptodir. Shu kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.